Assalomu alaykum do'stlar. Men Chinamanman va bu ofisdagi bardak filmi. Videoni tomosha qilishdan oldin like bosishni va keyingi film qahramoni bo'lish uchun ismingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Biz esa boshladik. Amatex nomli kompaniya bir qancha yangi turdagi qurollarni ishlab chiqdi. Shu sababli kompaniya o'z sohasida ilgarilab ketdi. Doim ishga kech qoladigan Ozodbek shosha-pisha ishga kelarkan liftda mushtariy bilan uchrashib qoladi va qiz unga kechikmasligi uchun soat beradi. Ozodbekni oldiga chaqirtirgan boshlig'i Diyor uni kechikishlari uchun koy beradi va Amatex kompaniyasi boshqa bir kompaniya bilan birlashayotganligi sabab hafta oxirigacha hisobotlarni topshirishini, aks holda uni ishdan haydashini aytadi. Ishni endi boshlagan Ozodbekni laboratoriyaga chaqirib qolishadi. U laboratoriyada Jahon bilan uchrashadi va yangi robotni sinovdan o'tkazishadi. Uni boshqa bir olim chaqirtirgach, Ozod ularning suhbatini eshitarkan, hali sinovdan o'tmagan yangi qurol haqida eshitib qoladi. Ish joyiga qaytgan Ozodjon esa kuni kelib sotib boyib ketishni istagan o'yinini o'ynab o'tirardi. Kutilmaganda barchani majlisga chaqirishadi va kompaniya boshlig'i Doston Flash nomli yangi energetik ishlab chiqqanliklarini ma'lum qiladi. Ozodjon esa boshliqlarni eshitmasdan boshqa yigit bilan chaqchaqlashayotgan mushtariydan ko'zini uzolmaydi. Rashk kuchlilik qilib yigitcha majlisdan chiqib ketadi. Ertasi kun ishga kelgan Ozodjon qorovul yo'qligini ko'radi. Ishdan chiqqan olimlardan biri esa uni ko'rishi bilan qochib qoladi. Ichkariga shoshib kirgan yigit telefonini qorovul oldida qoldirarkan, uning o'lganligini payqamaydi. Ish joyiga shoshilib ketayotgan Ozodjon ko'rga hassa bo'lib turgan devor va yerdagi qon izlarini payqamaydi ham. Uni Diyor xonasiga chaqirib qoladi va yigitcha hisobotlarni chiqarib uning oldiga borgach, u Nasafiyning qo'shiqlarini kuylab o'tirganligini ko'radi. Bu balkim ichib olgani flashidan bo'lishi ham mumkin edi. Sal nariroqda hamkasblardan biri o'lib yotgandi. Diyor uni yomon xodim bo'lganligi uchun o'ldirganligini aytadi. Ozodning hisobotlarini ko'rgan Diyor undagi xatoliklar sabab tutoqib ketadi va unga haydalganligini aytib, eshikka qarab uloqtiradi. Qolgan ishchilar ham negadir quturib ketishadi va Ozodni quvlashni boshlashadi. U hamkasblardan biridan yordam so'raganida unga jo'nashni buyurgan yigit energetikni ichib ishlashda davom etadi. Boshqa joyga yashiringan Ozodjon politsiyaga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ladi, biroq kompaniya operatori shaxsiy ishlar uchun qo'ng'iroq qilish man qilinganligini eslatadi. Ozodjon esa qo'liga daftarni olib, o'zini xuddi ishlayotganday tutib, bir-birining go'shtini yeyotgan hamkasblarga sezdirmasdan harakatlanadi. Binodan chiqishga uringan yigitning budilnigi ishlab qoladi va u mushtariy haqida eslab, uning oldiga boradi. Ummonni baqirtirib eshitayotgan qiz esa to'polondan bexabar edi. Ozodjon unga ketishlari kerakligini aytganida qiz bundan tutoqib quturganlarga o'xshab qoladi. Mushtariy oldidagi fleshdan yana hoplamoqchi bo'lganida Ozodjon bunga yo'l qo'ymaslikka urinadi. Oqibatda ichimlik to'kilgach, quturgan mushtariy yigitning tuqumlarini chayib qo'yadi va birozdan so'ng nima qilganligini esla olmasdan o'ziga keladi. Beso'naqa yigit o'rnidan turib, uning suratini sindirib qo'yadi va qiz yana quturishni boshlab, yigitni yaxshilab do'pposlarkan, u bir amallab qizni nokaut qiladi. O'ziga kelgan qiz bog'lab tashlanganligini ko'radi. U o'ziga kelganligini aytsa-da, bunga ishonmagan yigit uni shu turishida ko'tarib ketadi. Kutilmaganda oldilarda quturganlar paydo bo'lgach, Ozod omborxonada yashirinib oladi. Mushtariy yordam chaqirishga uringanida Ozod xalaqit beradi, biroq endi kech edi. Unga to'satdan Murod tashlanib qoladi. Uni qo'lga olgan Ozod undan flash ichmaganligini so'raganida u yo'q deb javob beradi. Qiz esa hali ham baqirishga urinadi va Murod uni gumdon qilishni taklif qiladi. Ayni damda ofis ishchilari orasida liderlikka da'vogarlar topiladi va Diyor raqibini ayab o'tirmasdan o'ldiradi. Bundan so'ng unga qarshi bo'lgan qolganlarni o'ldirishni buyurib, binoni zabt etishga kirishadi. Ular ketishgach, qahramonlarimiz qochishga urinisharkan, barcha bir-birini o'ldirayotganligini ko'rib dahshatga tushishadi. Chiqishga joy topisha olmagach, xonalardan biriga kirishadi va Ozodjon derazani sindirishga uringanida xavfsizlik tizimi ishlab ketib, butun bino temir to'siqlari bilan qoplanadi. Mushtariy va Murodlar Ozodni qiyshiq qo'llikda ayblab binoni ochish kodi faqat yuqori boshqarma odamlarida borligini aytishadi. Demakki, endi tepaga chiqishlari lozim edi. Uchovlon sezdirmasdan bir-biriga yov bo'layotgan hamkasblari oldidan o'tib olishadi. Yuqoriga chiqishgach, quturgan kotibaga duch kelishadi va uni bir amallab tinchitishgach, yo'lda davom etishadi. Kadrlar bo'limida ishchilar o'pishli xabar jo'natgan hamkasblarni itday o'ldirishadi. Ichimlik ichmagan ishchilardan biri jasadni ko'rgach dod devoradi va qolganlar uni nishonga olishadi. Ozodjon esa tezdagina o'zini Diyorday tutib, ovoz kuchaytirgich orqali barcha xodimlarni majlislar xonasiga chaqiradi. Biroq ular buning yolg'onligini payqab qolishganlarida Murod mushtariyni ishga soladi va u bu bo'limdagi sirlarni ochgach, ular bir-birini yeyishga tayyor bo'lishadi.
Menejer xonasi esa quturgan xodimlar bo'limida joylashgan edi. Shu sabab guruh omborxonaga kirib, qo'llariga tushgan narsadan qurol yasashni boshlashadi. Mushtariy ularga yordam bermoqchiligini aytib, agar quturishni boshlasa, uni o'ldirishlari mumkinligini ta'kidlaydi. Ozodjon oldiniga jimgina o'tib ketishlariga imkon berishlarini so'raydi, biroq qonsiz hech narsa hal bo'lmaydi. Yuzaga kelgan jangda qahramonlarimiz qahramonlarcha qahr otiga minganlarni qaqshatishadi. Ular nihoyat menejer xonasi oldiga kelishadi va ularni berkinib olgan Doston menejerlari bilan ko'rib turardi. Mushtariyning qayd qilganligini ko'rgan Doston eshikni ochishni istamaydi, biroq ichkaridan chiqqan farrosh eshikni ochiq qoldirgach, ularda imkon paydo bo'ladi. Xonaga kirishgach, Dostondan buni tushuntirishlarini so'rashadi va u buning askarlar doim tetik turishlari uchun ishlab chiqilgan ichimlik bo'lganligini aytadi. Olimlar esa kalamushlar o'rnida kompaniya ishchilarini sinab ko'rishga qaror qilishgandi. Doston xodimlar bir-birlarini o'ldirib olishlarini kutishni taklif qiladi, biroq bunga qarshi bo'lgan Ozod ahvoli yomonlashayotgan mushtariyni qutqarishni istardi. Doston esa ziddi zaharni ichimlikni ishlab chiqqan odamgina yasay olishi mumkinligini aytadi. Bu esa Jahon edi. Xona oldiga kelgan Diyor va uning guruhi Dostondan xavfsizlik tizimini o'chirishni talab qilishadi. Doston esa bundan bosh tortib, po'latdan yasalgan eshiklarni buzolmasliklarini aytadi. Ammo Diyor devorlar taxtadan ekanligini payqagach, odamlarga uni buzishni buyuradi. Ichkaridagilar esa teshiklarni yopish uchun mebellardan foydalanisharkan, baribir ham ulgura olishmaydi. Ozod va Murodlar mushtariyni yashirgan xonaga qochishadi. Doston esa qurolni olib quturganlarni otadi, biroq ularning soni anchagina edi va menejerlarni xo'rak qilgan holda boshqa xonaga qochadi. Biroq uzoqqa bora olmaydi. Qariya ulardan bir qanchasini o'ldiradi, ammo o'q qolmagach, Diyor uni qo'lga olib, boshini chochib tashlaydi. Bundan so'ng qolganlarni ham o'ldirishni buyurib, u yerdan chiqib ketadi. Ozod esa qurolni olib o'q solingan idishga o't ochadi. Portlash sabab qolgan quturganlarni o'ldiradi. Mushtariy esa bu vaqtda holdan toyishni boshlaydi. Diyor xavfsizlik tizimini o'chirishni uddalaydi. Bundan so'ng odamlarga qo'llariga tushgan qurolni olishni buyurib, dunyoni qo'lga olishga shaylanadi. Yigitlar esa mushtariyni laboratoriyaga olib tushishgach, Jahonni ko'riboq musht bilan siylashadi. Jahon esa ichimliklarni boshqa olim jo'natganligini va Ozod vaqtida hisobotlarni topshira olmaganligi uchun tajriba barbod bo'lganligini aytadi. Bundan so'ng mushtariyning miyasini skaner qilib, u ko'p ichimlik ichmaganligi sabab uni qaytarish mumkinligini, biroq qolganlarga yordam bera olmasliklarini aytadi. Mushtariyga 30 daqiqa ichida ziddi zahar berishlari lozim edi. U esa Diyor egallagan omborxonada joylashgandi. Binodagi muzey haqida eslagan sheriklar u yerga tushib, ko'rgazma qurollarini olib olishadi. Bundan so'ng omborxonaga tushishadi va kuzatuv kameralariga tushib turganliklarini payqashmaydi. Ularni ko'rib qolgan Diyor esa odamlarni jo'natadi. Ognemyot bilan Murod quturganlarni chekinishga majbur qiladi. Biroq yoqilg'i tugagach qochishga majbur bo'lishadi. Sheriklar birlashib ta'qibchilarni o'ldirishni boshlashadi va nihoyat buni uddalashadi. Yuqoriga chiqqan Ozod zahar solingan qutilarni topadi. Qayoqdandir paydo bo'lgan Diyor kompaniya ishlab chiqqan robot kostyumida Ozodga qarab o'q uzadi. Ular berkinishgach, Diyor tinmasdan o'q uzib kerakli xom ashyolarni yo'q qiladi. Qutilardan biridan qurol topgan Ozod dorini Murodga berib, uni Jahonga olib borishni buyuradi. Ozod Diyorni chalg'itarkan, Murod qochishga urinadi, biroq quturganlardan biriga duch keladi. Ammo Murod anchadan beri jinidan yomon ko'radigan hamkasbini itday kaltaklab, chumoliday ezg'ilab tashlaydi. Uning ulardan-da battar quturganligini ko'rgan hamkasblari unga tashlanishga duh qilisha olmaydi. Ozodjon esa Diyorni o'zi tomonga chaqirib imkon bo'lishi bilan uni otmoqchi bo'ladi, biroq qurol o'qlanmaganligi sabab yana quyon qilishga majbur bo'ladi. Quturganlar ham uning ortidan qolmaydi va Ozod nihoyat qurolni aktivlashtiradi. Qochishga uringan Ozod quturganlardan birining qo'liga tushadi va Diyor ham ayni vaqtida keladi. Diyor endi uni otmoqchi bo'lganida o'ziga kelgan mushtariy unga raketadan otadi. Biroq robot kostyumi ancha pishiq edi va qahramonlarimiz qochib qolishadi. Murod yo'l bo'yi portlagichlarni o'rnatib chiqadi. Diyor ham izma-iz ularning ortidan kelarkan Ozod detonatorni ishga soladi. Biroq afsuski balo ham bo'lmaydi va mushtariy bombalarni detonatorga ulamaganliklarini aytadi. Ozod so'nggi bombani otgach, bir amallab tashqariga qochib chiqishadi. Uni ko'rmagan Diyor esa bombani bosib portlab ketadi. Ko'p o'tmasdan politsiyachilar yetib kelishgach, Murod biroz kaptar uchradi. Ozod va mushtariylar esa energetikning dodasidan tatishadi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr.